Xo'p, vatandoshlar, assalomu alaykum. Ko'pchilikni talablarini xudo xolasa amalga oshiradigan vaqt keldi. Shu pastdagi 93lik 614 61 30 raqami ishlaydi, aka. Uzi Andijon viloyati Xo'jobod hayvon bozoridamiz hozir. Mana shu yerda bozorda bo'lsanglar, shu yerda yo'q, men uyga chaqirmoqchiman aka deganlar bor edi. O'shalar uchun pastdagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Borib bemalol xizmatlar bor ekan. 30dami? Yozdim. 93lik 614 61 30 raqami ko'ryapsizlar mana. Syomkani boshladim. Xo'p, sigirlarni syomka qilib beraman. Hozir akalar aralash bo'ladi bu yerda. Buqa, yosh buqa, unajin, qo'ylar. Xullas sotilganlar hammasi videoyimizda bo'ladi. Bu videoda emas, alohida bo'ladi. Yangi kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiyani bosib, qo'ng'iroqcha bosib qo'ysanglar, xudo xolasa videolarimiz bo'ladi. Hamma charchamang-a. Xullas shunaqa gaplar. Har doimgidek kim qayerdan ko'ryapti, yozib, qo'llab-quvvatlab bittadan like qilaymiz. Like bossanglar, g'izillab boraveradi, boru. Videolar ko'pchilik topa olmayapmiz deyapti. Bolasi buqa. Bu 20 o'zimizning jaydari sigirlar mana. Xudo xolasa hozir narx-navosini bilib beraman. Uni enasi bo'g'oz emasmi, momo? Bo'g'ozmiki? Enasi bo'g'oz. Nima oldi? Necha pul ko'rsa? Orqalari hol so'rab beraman. Mana 4 oylik bo'g'oz ekan bolamiz. Mana oldidan ko'rinishi. Necha pul aytyapsiz aka buni? 40 million deyapman. 40 million kami bor. Bolasi enasiga yetib qo'ygan o'sha. Qo'y. Qo'lda qisgani bo'ldimi ertalabda? Ha, savol qilibdi. 34,5 million. 34 million 500. Savdoyingiz bersin a? Bo'ladi yo'q. 5-6 suti bordir hozir a? 8 ta suti bor. 4 oylik qonniga 8 ta bor. Ya, zo'r. Xo'p, bunimiz bolasi xunajin, o'zimizning jaydari bu ham. Charchamayapsizmi? Nechinchi bolasi bu? Aka bu 5-chi bo'ldi. 5-chi bolasi. Xunajin. Necha pulga bermayapsiz ertalabda? 19 million 100 ga beriladi. 9 million 100 ga berilmayapti. Qonda ham bormi? 4 oylik. Sirazi ilashgan ekanda, tug'ib bilan. 4 litr suti bor aka. 4 ta suti ham bor, 4 oylik. Bola bo'g'oz. 4 oylik. O'ta yuvosh mol. O'zimizning jaydari mollar mana aka. Mana. Qayerda mol? Masjidda molmi? Masjidlik shopda mol aka. Javob. Kasalmas, yeb ichish. Tijorat qiladigan joyi yo'q-da. Savdoyingiz bersin aka. Rahmat. Mabodoga bormi shunga o'xshaganlar, ya'ni ishonchlilar. Uyda sotiladigan demoqchiman. Mana shu bor xolasa. Bugun sotamiz, xudo xolasa. Yo'q, zo'r savdoyingiz bersin aka. Ketdik mana sekin. Buni bolasi nima ekan akalar? Bu qachonmi uni? Nachim? Birmi, ikkimi? Bolasi, birinchisi. Mana. Sa bolajon ekan bu. O'zimizning jaydari mollar. Sut ko'payayotgandir kundan kunga. Necha pul aytyapsiz aka? 25 million kami bor. Qo'lda qisishdimi ertalabda? Qo'lda qisishdimi? Endi ana bolacha ham turdimi? Gap yo'q, savdolar bersin aka. 120 bor bo'ylari. Xo'p, bu yerda yana olasidan. Bolasi nima bu aka? Xunajin. Bolasi xunajin, qop qora. Tuyog'igacha qora ekan mana shu. Xunajin. Nechinchisi bu? 4-chi. 4-chi bolasi xunajin. Qonida gumon. Qornida gumon qo'ygansizlar. Bilmaymiz endi tashlaymiz. Sut qancha beryapti bolasi emib aka? 5 ta 4 ta bo'lishi kerak. 4 ta 5 ta bor a, xudo xolasa. Qora yelin aka, yelini. Qo'lda qisishdimi aka ertalabda? Qo'lda qisishdimi? 20. Berilmayapti. 20 million. 20 millionga berilmayotgan sigir.
Oz qolyaptimi aka, xudo xolasa? Ha, endi yo'lida qilib beriladi. Yap, yo'q. Savdoz bersin aka. Mol Qaysi? chiroyli. Qodirovdi aka. Ha? Qodirovdi. Mana mol. Xolasa ham katta bo'lib qolgan aka. Qonnidagi gumo. To'rpoq nima ekan aka bu? Qachon? Unajin. Bugun ko'p chiqibdi unajinlarimiz. Unajin ko'p ekan o enasiga. 5 ta suti bor, ikkinchi bolasi. 5 ta suti bor ekan. Ikkinchi bolasi. Nech pul aytyapmiz aka endi buni? 25 aytyapmiz, 21 million 200 ming so'm so'rashyapti. Oz qolyaptimi? Oz qoldi. Gap yo'q. Savdoz bersin aka. Yaxshi odamlarga sotib puldan baraka toping. Mana. Orqasi deganlarga yana orqa holatlari ham. Xo'p, navbatda yana qop orasidan turibdi. Bunimiz ham hunajin shekilliga. Bu ham hunajinmi aka? Bolasi? Bolasi hunajin. 5 oylik emas, qo'lqoni tekshirtirdik. Qonida bormi? 5 oylik qonida ham bor ekan, maşallah. Bir xilda ekan. Suti ham bor ekan. Nech pul aytyapsiz endi amakim? Nech pul aytyapsiz? 32 narx aytyapmiz. Qo'lda qisdim ertalabda? Qo'lda qisgani bo'ldimi? Ha, 27,5 so'za qildi. 27 million 500 da turibdi. Qonida 5 oylik bo'g'oz ham. Teshittiribdi akalar. 7 ta suti bor. 7 ta sut. Gap yo'q. Savdoz bersin amak. Ayoz, buni kim ko'rsatuvdi Sharxonda? Qancha bo'ldi aka? Bo'g'oz. 4 million. Bu reji nech pul bo'lyapti amaki? 15 deyapmiz. 15 qonida bormikan? Qornida bormikan? Qonda 3,5 oylik. 3,5 oylik. Yaxshi, savdoz bersin amaki. Xo'p, sirg'alari bilan ola. Aka o'to'g'ri. Budan. Aka o'to'g'ri. Nech pul bo'ldi aka? 21. Ha, yuri. 21 million. Bolasi unajin aka. 21 million. Hop. Mol ko'p akalar. Sigirlarimiz ko'p, xudo xolasa. Yosh birinchi tug'ma, ikkinchi tug'ma, 3, 4. Har xilidan chiqyapti ekan. Bolasi nima ekan aka? Bolasi nima ekan buni? Unajin. Qonida bormi enasini? Unajin. Ama katta bo'lib qolgan ekan. Nechinchisi ekan bu? 2mi, 3mi? 2. Ikkinchisimi? Nech pul aytyapsiz endi aka? 26 deyapti. 26 kami bor. Sutichi suti qancha beryapti hozir? Bolasi emi? 20 million 500 aka. 4 ta, 5 ta suti. Berdingizmi? Berib qo'ying. Yaxshi pul beribsiz. Blogermisiz? Ayting berdim. Nima dey aka? Berdim, o pulni sanasini bo'ldi. Rozimisiz aka? Rozi bo'ling, barakasini ayting aka, bo'ldi. Bu qarshi bola 20 million 600 ming so'm aka bor aka. Ustiga javob bermaysiz. Kelishinglar. Yaxshi pul beribsiz. Xo'p, bu yerda yana qorasidan bor ekan. Suti ham yaxshi shekilli. Kosalari normalniy. Bolasi nima buni aka? Unajin. Bugun ko'p chiqibdi unajinlar, lekin ko'p ekan-a. Bolasi unajin. Nechinchisi ekan bu aka? 3 yo 4. Qo'lda qisganiga nech pulga bermadingiz bugun aka? 22 million berish. 22 million. Qonida bormi yo'qmi? Yo'q. Gumo. 22 million. Savdoz bersin aka. Navbatdagi molimiz ola. Bolasi nima buni aka? Bolasi buqacha. Ha, bolasi buqacha. Buqalarga navbat kelyapti o'sha mana. Enasi qonda bormi yo'qmi? Bor 3 oylik. 3 oylik bo'g'oz. Nechinchisi bolasi? 3mi 4mi? 3 bolasi qonidagi. Ha, qornidagi 3mi? Bolasi emib qancha sog' olyapsiz? O'zi 10
10ta aka 8 taga beryapmiz. 10 ta bor 8 taga beramiz. Ko'proq siz ursan bo'lsin, a? Hech pulga bermaysiz ertalab. 27 million 600 ga aka. 27 million 600. Oz qolyaptimi? Yo'q, savdoyingiz bersin. Ko'to'li. 10 ta suti bor ekan, 8 taga beramiz deyapti. 1.35 bor bo'ylari. Sabr qilib tursanglar, xili chiqaradi mollarda akalar. Xillar. Jiyannikiga xolis beraring, bir martalik emasmi aka? Bolasi qancha? Nech pul bersiz aka? 28 million beray aka bering dedim. Aka mendan bo'laga xaridor bo'ldim, moliga to'shab qo'yaman dedim. 28 million. Bolasi-ku. Yaqmadi meni el qatorda men aka. Aka bering endi, aka bozoringiz qizidi bering endi. Qarab turing, gapiringchi nech pulga ber? Rasulullohga bir 50 ming qo'shib beraymi aka? 50 ming bo'lsa oling. Siz menga mol sotib berasiz. Suti qanaqa amaki? Siz menga mol sotib berasiz. 10 ta sutga olaverasiz. 10 taga. Mana biroq, ukangiz man jiyaningiz qoldi 28 berma, tepasiga 100 dan berasizmi deb Bunaqa pul bo'lmaydi aka. Bering. Aka, siz aytgan pulga olmaysiz, to'g'ri tushuning. Siz aytgan pulga olmaydi, shu uchun gapiryapman. O'zaga qo'shilib oldingiz gapiryapti. Ayting, 1 litr qaynaqa bor dedi, yaxshi baxt dedi. Bir kun. Aya Xunojon bo'lsa 28 ga ulanib. Keling, qo'ng'iroq qiling, gaplashdik. Qo'ng'iroq qiling uka. Sotasizlarmi menga? Ashuncha to'g'ri qilib minnat qilaman, to'g'rimi? Mehnatimga qadr qilib olaman, bo'ldi. 100 ming so'm beraman, berasiz. Uchinchi bolasi. Pulni pulab keting, bu yog'ini 28 olib ketadi. Xo'p. Tursamiz sen nima? Qachon aka bu? Katta aka manaqa deb gapirib Bitta qaraganda bug'ani beryapti-yu. Aka bu yerda olaman. Qonida ham bormi nasin? To'rayli bo'g'oz. 600 bo'lsa Nech pul aytyapsiz endi aka buni? 40 million kami bor. Uchinchisi qonida. Qo'lni qisgani bo'ldimi amaki? Qo'lni qisgani bo'ldimi? Hayır, so'rashyapti. So'rashyapti. Suti ham bordir. 5 taga olsa. Uka, men qarab 5 taga. To'rayli bo'g'oz bolasi xunachi. Mol katta mol ekan, ammo kichkina mol emas. Gap yo'q, molingizni olmay qo'yaman, aqlni qo'ying bu. Yo'q ekan. O'zimizni jaydaligi nima deydi? Smeshinni. Qani. Bu yerda yana bitta turibdi ola. Orqalaridan. Iloji boricha aylantirib olib berishga harakat qilaman akalar. To'g'ri tushunasizlar, bozor tiqin. Bu yer ko'rinmay qolyapti, bu yer ko'rinmay qolyapti degan gap bo'lyapti-yu, to'g'ri tushunasizlar akalar. Unajimmi bu amaki? Nechinchisi bolasi? Ikkinchi bolasi unajim, 6 kurak. Sut ko'payyapti-kanda? 10 litrga chiqdi. 10 taga chiqdi. Nech pulga bermayapsiz ertalabda amaki? 32 millionga berilmayapti. Unajim. 6 kurak. 10 taga chiqibdi sut. Mana akalar. Endi qo'ldan kelganicha. Hop, odam ko'p akalar. Odam ko'p. Hop, bo'g'ozlaridan so'raganlarga. Kilkillab qolganlaridan kerakmi? Ikkovi ham bo'g'ozmi buni? Ham bo'g'oz bor aka. Ichimayapsizmi? Ikkovi ham biridan tug'al dohada. Nech pul qildi aka? Qasbo ukam qo'lda qildi aka. Bular nech pul qilishdi baho? Narigini 35 qilyapti, buni 31, 30 yarim qilyapti. Qimmat voy. Mana u nechinchisiga qancha qoldi? Birinchisiga 7-oy. Bahmaysizlarmi endi? Yana-chi bahmaysizlarmi? Surpriz bilan olib chiqamiz. Bu-chi bu nechinchisiga bu? Bu ham bir. Bu ham mana 7-8 oy qolibdi. 8-oy, nariga 7 oylik aka. Xo'javodda o'zida manzili, Jalaquduq, a? Jalaquduq Paxtakor. Ishonchli mollar bo'ladi ukalarimizda ham. Qaysi nomerni qo'yaylik bugun? 94lik 737 94lik 737 1020. 1020. Sigirlar ham bor, a?
ishlatishalik, sinashga beradigan sigirlar bor o'zimiz territoriyada. Qarab kelin. Bor. Beqacha olatun. G'ozlar bor. Yuvoshlikni ko'ryapsizlar mana. Mana. 2 kuradan, nargisi bo'lmagan ham. Bor aka, tushmadim Qiltit metr mollar. Zo'r. Bittaga aylantirib beraman. 18 oy. Mol kichkina emas. Bunisi 7 oylik mana. Taqillatib qo'ymaydimi? Taqilasa, alaga taqillatadi. Mana birisiga kelinlari ham. Mana. O'rgatamiz-da, sekin-sekin, to'g'rimi? Zo'r savdolarni bersin. Hop. Shvet to'qolidan kerakmi? Bo'yi bor 140 minus. China olmasa bor. Buni qonida bormi, yo'qmi aka? Nechinchisi? Birinchisiga. Birinchisiga pulini aytib qo'ying. Pulini aytib qo'ying. Pul 65. 65. Birinchisiga bo'g'oz. 8 oylik. 8 oylik bo'g'oz. Pul berishdimi, berishmadimi ertalabda? Berishmadi hali. Bitta taraf qo'yadigan ekan. Xo'p, ketdik, aralashtirib olib beraveraman. Nech pul bo'ldi aka bu? Bu shakar, to'loziga aka qanchalik Qo'lni chiqarchi ham. Yana bitta bo'g'ozda. Bu yakkami bu aka? yakka o'zi. Hali o'lishdan oldin mana ahvoli ketdi bular bor. $30 millionga mashita bermayapman. Nechinchisi qonida ekan aka buni? Xudo xolasa 5-chi qonida ekan. 5-chi qonida. Yolg'on gapirish kerak yo'q. 5-chaligida olganman buni. 30 millionga bermayapsiz. 30 millionga bermayapman. 18 ta sutga. 18 ta sutmi? Aka 2 oy xudo xolasa ushagan bo'lsa 2 oylik. Keldik. Aka, assalomu alaykum. Sizlarga Kuzatib turamiz. Sog'lik yaxshimi? rahmat, charchamayapsiz. O'zi turuvdi, keluvdim, o'raverdi odamlar. Xo'p, assalomu alaykum vatandoshlar. Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Navbatdagi navisimiz xudo xolasi ko'rib turibsizlar, bitdi. O'sha konteynerdan, temirdan o'tda yonmas navisimiz akalar. Bismillah deb videolarni boshlaymiz. Videoda boshida bittadan like deb bosib, qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin. O'sha asakalik Ravshan akaning brigadasi. Birgalikda xudo xolasa mana but yuzishibdi. Shiperni hozir tasratishadi. Shu bilan bitdi. Akamiz ham ko'rgan videoda YouTube'da. Hozir pastga tushib ham ko'rsataman. 10 ga 11 bo'pti akalar. 10 ga 11 mana ko'rib turibsizlar. Sirazi narxini chiqarib beraman. Pashti mana hisobda baland. Endi 1 etaj hisobida 2 etaj o'zi, lekin hozir pastga tushib ko'rsataman. 180 mingdan kvadrati bo'lgan. Sizlarga hozir pulini chiqarib beraman. 19 million qancha ham o'zimiz pulga. Dollarga hisoblasanglar, hozirgi momentda 1200 dan 1620 dollar farqi bor ekan mana akalar. Shu bilan xudo xolasa bitgan. 1,5 ming hisobda 1,5 ming 1600 dollarga mana shu navisimiz mana bityapti akalar. Eng qizig'i ona olib kelib bering, mol olib kelib bering yo'q. Kelishasizlar, keladi shunday kvadratni o'lchaydi. Hamma o'zlari bilan. Faqat shu abitini qilib tursanglar, xudo xolasa bo'ldi. Hozir pastga tushaman men akalar. Pastdan bir qator chiroyli qilib yana obzor qilib ko'rsatib beraman. Tomga chiqib olganman. Tepadan yaxshiroq ko'rinsin sizlarga deb. 10 ga 11
Nima deyapti akalar? Hozir pastda davom ettiramiz. Xo'p, akalar, hozir pastga ham tushaman. Hozir lesada turib o'rtasini olib beryapman. Uloyni urgan akamiz ham ko'ryapsizlar mana. Yog'ochlar, tashlamalar tashlagan. Xorigacha qilib qo'ygan pashti. Videoni ko'rgan akamiz hisob kitobini chiqargan. To'xta deb turib ustalar chaqirgan mana. Shunday endi mana shu yerga o't bosib qo'yar ekan, bu yerda silosi bor ekan akamizni. Qisqasi yog'ochdan ma'qul tushgan. O'tda yonmas. Navislarimiz akalar. Xo'p, pastga tushib oldim akalar. Ustalar hormaylar, Hasan aka. Assalomu alaykum. Charchamasdan. Barnama xizmat olyapsiz aka, xudo xolasa. Ishni boshlab, xudo xolasa tugab qopti. Ha, shipiriga keldi, xudo xolasa. Shipir, mana birpasda shipirni ham qatirib qo'yishadi. Xullas bir qator yengil ko'rsatib qo'yaman mana sizlarga. Pastga tushib oldim, bo'yi baland. Mana holatni ko'ryapsizlar. Necha bo'ldi bo'yi, Hasan aka? Poldan 420 bo'lgan, endi bu ukloni. Naryoqqa balandroq bo'lgan mana. Holatni ko'ryapsizlar mana. Akamiz boshlagan mana, blo'ni urib, yog'ochlarni tashab, o'sha horlarni tortgan. Endi nasib ekan YouTube'dan ko'rgan, hisob kitob qilgan. Mana shu turish hosilaga men xomchot hisobladim. Plus minus 5-10 dollar bo'lishi mumkin. 110 kvadrat bo'lyapti. 110 kvadrat 1620 dollar. Bugunlik kunda 15-noyabr 25-yil. Mana akalar. Endi joy tanlash yo'q bizda, O'zbekiston bo'yicha, O'zbekiston bo'ylab xizmat qilaveramiz akalar, xudo xolasa. Mana bu tarafini ham ko'rsatib qo'yay. Bu yoqqa shu ukloni bilan to'qilgan tashlamalar chiqib ketgan. Qirg'iziston, Tojikistonga ham o'tiladi, kelishilgan holatda. Ish tekki xudo xolasa, chotki chiqqan. Mana shu narx O'zbekistonda ichidan O'zbekiston bo'ylab, ya'ni shu narx 180 mingdan kvadrati. Telefon qilaverasizlar. Yetkazish xizmati, ustanovka, xullas shuni ichida tiyib beraverasiz, shipir yoki tuniga. Buni ham qatirib ketishadi akalarimiz mana. Yoqqan bo'lsa bemalol Jadal like deb bosib kommentga yozib qo'ysanglar, hisob kitobini ham chiqarib beraman. Men necha joylar bor, o'zim hisob kitob qilib chiqarib beraman. Kerak bo'lsa agar telefon qilgani erishsanglar, kommentga yozib qo'ysanglar, aka meniki mancha deb qo'ysanglar, o'zim chiqarib hisoblab beraman. Keyin har doim gapimiz kichkina ekan deyish yo'q, Rashin aka bizda. Odamga gap, nonni ushog'i non. Nonni ushog'i ham non, o'zi ham non degan gap bor. Tandirxonangiz bormi, o'choqxonangiz bormi, qizig'i yo'q. Mana shu navescha qilishim kerak deysizmi? Farqi yo'q. Telefon qilsanglar, xudo xolasa. Hozir manzilimiz Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumani Savayda boshlanishigan. Shu yerda ish bo'lyapti, xudo xolasa. Akamiz o'zi chiqib ketib qolibdi, bo'lmasa o'zini ham gapga solasdim. Mana akalar. Sog' bo'linglar, hammamizga xudo xolasa shunaqa o'tda yonmas navislarimiz nasib qilsin. Hisob kitob qilaverasizlar har qanaqasiga. Birga bir bo'lishi mumkin. Yog'och bilan, lekin xizmati baribir yutasizlar. Temirdan, kelajakda ham mabodo bu yerda o'zgartirmoqchi bo'lsangiz ham, shu turishga kelib turib mashina navisim bor desangiz ham pop et o'zini narxiga olib boradi. Chunki shunday kesib turib olib o'rnatilaveradi-da. Endi bu narsa veshniga qildiradi hamma-yu, endi если что deyapman. Sog' bo'linglar, hammalarga omad. Bittadan like deb bosib, qo'llab-quvvatlashingizdan chiqmasin akalar. Keyin aytgancha shu videoyimizni kommentariyasida yangi kanalimiz ochganmiz, o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Yangi kanalimiz ochganmiz, kommentida zakripit bo'lib turadi. Kirib obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. O'sha Qo'rg'ontepa, Xo'jobod, Jalaqaduq, Suntalovot, Dardaq, xullas hammasini mol bozorlarni xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiqara olamiz. Sog' bo'lasizlar.